Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining navbatchilik qismi xabarlari dasturi. Hafta davomida viloyatimiz ichki ishlar organlari tizimida sodir bo'lgan voqea va hodisalar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar ichida tanishishingiz mumkin. Dastlab bugun e'tiboringizga havola etiladigan xabar va lavhalarning qisqacha sharhiga to'xtalib o'tamiz. Haj ziyorati ortidagi firibgarlikdan ehtiyot bo'ling. Nomiga kredit rasmiylashtirilganini bilmagan fuqarolar. Prezident qarori ijrosi amalda. Fuqaroning soddaligi firibgarga qo'l keldi. To'raqo'rg'on tumanida yashovchi fuqaro o'zganing mulkini qo'lga kiritish maqsadida firibgarlik yo'liga bosh urdi. U joriy yilning 5-mart kuni Davlatobod tumanida yashovchi ayolni aldab, o'zini va opasini katta haj ziyoratiga yuborishini va buning uchun har birlari 65 million so'mdan jami 130 million so'm berishlari kerakligini aytgan. Ayolning ishonchiga kirgan firibgar ushbu kelishuv asosida 10 million so'm va 500 AQSh dollarini olgan vaqtda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Aybimga iqrorman. Vakolatim yo'qligi tushunmagan holatimda shu jinoiy ishni sodir qilib qo'ydim. Xalqimizdan 86 yoshga kirgan onam bolalar shularni oldilarida bir nima qoldim, kechirim so'rayman, aybimga iqrorman. Qaytib bu holatga qaytmayman, pushaymonman. Ushbu holat yuzasidan Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 168-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. R. To'rabayevga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mazkur holat yuzasidan hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu shaxsning harakatidan jabrlanganlar bo'lsa, zudlik bilan yaqin hududdagi ichki ishlar organlari yoki 102 qisqa raqamlari orqali xabar berishingizni so'raymiz. Hurmatli fuqarolar, unutmang, turli xil ziyoratlar va xorijda ish hamda o'qishga joylashish kabi bahonalar bilan pul talab qiluvchi shaxslarga ishonmang. Ular firibgar bo'lishi mumkin. Navoiy viloyatida yashovchi ayol Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, o'z arizasida unga va yaqin qarindoshlariga onasi hamda opasiga haj ziyoratini amalga oshirish bahonasida katta miqdorda pul so'rayotgan shaxs haqida ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Yangiqo'rg'on tumanida yashovchi mazkur shaxs ziyorat uchun jami 13500 AQSh dollari talab qilgan. Arizada ko'rsatilgan holat asosida joriy yilning 19-mart kuni tezkor tadbir o'tkazildi. Unda gumonlanuvchi arizachi ayoldan 1500 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olgan vaqtida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushlangan. Faqat shu yerda 300 dollar pul berasizlar deganimda o'sha pulni ehtiyojim uchun ishlatmoqchi edim. Qo'limdan kelmasdi undan. Uyda 10 ta oilamiz, 10 ta odamda boshqaruvchisi o'zimman. Endi ilojim bo'lmadi. Umuman afsusdaman. Unaqa ish umuman qilmayman. Hozirda mazkur holat yuzasidan To'raqo'rg'on tumanida yashovchi shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 168-modda 3-qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Ushbu shaxsning harakatidan jabrlanganlar bo'lsa, zudlik bilan yaqin hududdagi ichki ishlar organlari yoki 102 qisqa raqamlari orqali xabar berishingizni so'raymiz. Hurmatli fuqarolar, unutmang, turli xil ziyoratlar va xorijda ish hamda o'qishga joylashish kabi bahonalar bilan pul talab qiluvchi shaxslarga ishonmang. Ular firibgar bo'lishi mumkin. To'raqo'rg'on tumanida yashovchi 2 fuqaro tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, unda noma'lum shaxs Yangi Finans bank ilovasi orqali ularning nomiga 20 million so'mdan mikroqarz rasmiylashtirib olgani, ammo ushbu fuqarolar bu haqda hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini bayon qilib, noma'lum shaxsni topish va unga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'rashgan. Arizaga asosan olib borilgan tezkor texnik surishtiruvlar natijasida boshqalar nomiga kredit olib, pullarni o'z ehtiyojlari yo'lida sarflab yuborgan shaxs ham shu tumanda yashovchi 1988-yilda tug'ilgan fuqaro ekanligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari o'tkazilmoqda.
Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi fuqarolarni onlayn va mobil ilovalar orqali amalga oshiriladigan har qanday moliyaviy operatsiyalarni bajarishda hushyor bo'lishga, shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga bermaslikka va eng asosiysi messenjerlar orqali yuboriladigan shubhali havolalarga kirmaslikka chaqiradi. Bordi-yu kiber hujumga duch kelgan bo'lsangiz, darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 1-sonli Respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida jinoyatchilik xavfi yuqori, ya'ni qizil toifaga kiritilgan mahallalarga mas'ullar biriktirilgan. Qaror ijrosi doirasida Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati, Jamoat tartibini saqlash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Pop tumani Chodakboshi mahallasida o'rganish ishlari olib bordi. O'rganishlar davomida jinoyatchilikni oldini olish va mahallani jinoyatlardan xoli hududga aylantirish borasida qator chora-tadbirlar belgilab olindi. Mahalla yettiligi hamda profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda amalga oshirilgan faoliyat davomida uyma-uy yurgan holda har bir xonadon sharoiti o'rganildi. Ayniqsa yolg'iz yashovchi, ehtiyojmand hamda ruhiy sog'lig'ida muammolari bor fuqarolar bilan suhbatlar o'tkazildi. Ularning muammolari eshitildi va joyida bartaraf etish choralari ko'rildi. Mahalla faollari bilan olib borilgan suhbatlar mobaynida hududdagi ijtimoiy vaziyat, xavfsizlik holati tahlil qilindi. Jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha hamkorlikdagi harakatlar muvofiqlashtirildi. Jinoyatchilikni jilovlash, ijtimoiy muhitni barqarorlashtirish hamda fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan amaliy ishlar barcha hududlarda davom etmoqda. Yangi Namangan tumanida yashovchi fuqaro Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda Instagram ijtimoiy tarmog'idagi nomerlar o'z profili egasi bilan o'zaro yozishmalar olib borib, qimmatbaho raqamni onlayn sotib olish uchun o'ziga tegishli bank plastik kartasidan jami 12.900.000 so'm miqdoridagi pul mablag'larini o'tkazib berib, aldanib qolganligini ma'lum qilgan va akkaunt egasiga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Arizaga asosan olib borilgan tezkor texnik ishlar natijasida ushbu jinoyatni 2004-yilda tug'ilgan talaba sodir etgani aniqlandi. Surishtiruv ishlari davomida ushbu shaxs boshqa bir fuqaroni ham 3.655.000 so'mga chuv tushirgani ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Gumonlanuvchi shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Salkam 13 million so'm pulni ijtimoiy tarmoqlardagina ko'rgan, biror bir rasmiy ma'lumotga ega bo'lmagan akkaunt egasiga qo'sh-qo'llab topshirib qo'ygan fuqaro o'zining soddaligi bilan kiber firibgarlarga yaxshigina sharoit yaratib bergan. Hurmatli hamyurtlar, agar siz ham ijtimoiy tarmoqlarda yuqoridagi kabi holatlarga duch kelsangiz, darhol ehtiyotkorlikni qo'llang va firibgarlar bilan aloqani to'xtatib, bu haqda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bering. Ogoh bo'ling, firibgarlar har doim o'z usullarini yangilab boradi, ammo sizning ehtiyotkorligingiz eng katta himoyadir. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Bebaho boyligimiz bo'lgan tinch osuda kunlarimizni qadriga yetish, uni asrab-avaylash barchamizning muqaddas burchimiz ekanligini unutmang. Kelgusi ko'rsatuvimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.